hukumat tomonidan, jismoniy shaxslar tomonidan naqd xorijiy valyutani O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasi orqali olib kirish va olib chiqib ketish qoidalari tasdiqlandi. Qoidalarga asosan respublika tashqarisiga naqd xorijiy valyutani erkin olib chiqib ketish jismoniy shaxslarga ekvivalenti 5000 AQSh dollariga teng yoki undan oshmaydigan miqdorda bojxona nazorati qoidalariga rioya qilgan holda ruxsat etiladi. Belgilangan summadan ortiqcha mablag'ni olib chiqib ketish respublika hududida doimiy yashovchi shaxs tomonidan Markaziy bankning ruxsatnomasi asosida amalga oshiriladi. Ushbu ruxsatnomada olib chiqib ketiladigan naqd xorijiy valyutaning jami summasi ko'rsatiladi. Respublikada doimiy yashamaydigan shaxs tomonidan respublikaga kirish chog'ida to'ldirilgan yo'lovchi bojxona deklaratsiyasi asosida amalga oshiriladi. Bunda 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan naqd xorijiy valyuta jismoniy shaxsning xohishiga ko'ra deklaratsiyalanishi mumkin. Shu bilan birgalikda jismoniy shaxslarga respublika hududiga bojxona nazorati qoidalariga rioya qilgan holda cheklanmagan miqdorda naqd xorijiy valyutani olib kirishga ruxsat etiladi.